Shariatdagi pul kuch sherikchilik tuzumi. Avtori Dr. Abdul Aziz Rahmatullah. Pul kuch kelishimida ziyon kimga bo'ladi? Pul kuch kelishimida har ikkala taraf foydaga erishishni maqsad qiladi. Foyda chiqsa ikki taraf tutishgan bo'yicha ma'lum ulush bo'yicha taqsim qilib oladi. Ziyon chiqsa moddiy ziyonning hammasini pul chiqarg'uvchi ustiga oladi. Kuch egasi tortmaydi. Kuch egasi faqatla sarf qilgan kuchining ziyonini tortadi. Bundaq ahvol ko'rilsa, har ikki taraf dasmoya qilgan narsani, ya'ni pul egasi chiqargan pulidan, kuch egasi chiqargan kuchidan ziyon tortgan bo'ladi. Oladigan foyda ulushimi mushundaq ziyon tortish ehtimolligini ko'zda tutgan holda belgilandi. Ziyon tortish ehtimolligi bor bo'lsa, kuch egasi oladigan foydani ko'proq belgilaydi. Ziyon tortish ehtimolligi tuvan bo'lsa, oladigan foyda ulushini tuvanroq belgilaydi. Ammo kuch egasi favqulodda beparvolik qilib, aniq xatoligi bilan ziyon chiqishga sababchi bo'lganda yoki malni obdan saqlamay o'g'riga oldirib qo'ygan ahvolda yoki to'xtamdagi shartlarga rioya qilmagan ahvolda ziyonni faqat o'zila ustiga oladi. Buningda butunlay omonat hukmi ijro qilinadi. Barliq olimlar pul kuch sherikchiligidan chiqqan ziyonni pul egasiga tortadiganligiga, kuch egasi ziyonning bir qismini tortadi deb shart qilishning pul kuch kelishimidagi botil shart ekanligida birlikka kelgan. Bu ahvolda Hanafi va Hanbali mazhab qarshida shart inovatsiz, kelishim to'g'ri bo'lib mengiverdi. Boshqalarning qarshida kelishim butunlay inovatsiz bo'ladi. Har ikki qarash bo'yicha bundaq shart asosida kelishim qilishga qadam qo'yishga bo'lmaydi. Ammo bilmay qadam qo'yib bo'lgandan keyin kuchli qarash bo'yicha shart inovatsiz qilinadi. Bu ijmoni ko'plagan olimlar bayon qilgan. Masalan, Imom Ibn Rushd uningda, ya'ni pul kuch muomalasida kuch egasi ziyonga bevosita sababchi bo'lmasa-la, dasmoyidan bo'lgan ziyonni tortmaydi degan. Imom Ibn Qudama qachonki kuch egasiga dasmoya yoki uning bir qismiga kaforatlik qilishni shart qilsa, bu shart botil bo'ladi. Bu vaqtda o'xshamagan qarash borligini bilmaymiz degan. İmam Zeylai pul kuch sherikchiligi degan bir tarafdan pul, bir tarafdan kuch chiqariladigan sherikchilikdir. Kuch egasi amonat tutquchidir. Qilgan ishlari bilan pul egasi uchun vakildir. Pul kuch sherikchiligi buzilganda ishlamchidir deydi. Amonat tutquchi deganlikning ma'nosi ziyonni to'lamaydi deganlikdir. İmam İbn Hazm kuch egasi dasmoyini to'lamaydi. Hammasi yo'qolib ketgan taqdirdami shundoq. Tartgan ziyonnimi to'lamaydi. Faqatla Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sizlarning qonlaringlar va mollaringlar sizlarga harom degan so'ziga asosan uning beparvoligidan kelib chiqqan xatolik sababidan bo'lgan ziyonni to'laydi degan. Yuqorqilarga asosan ziyonning bir qismini kuch egasi tortadi deb shart qilib kelishim tuzgan pul kuch sherikchiligi barliq islom ummatining ijmosiga, birlikka kelgan ko'z qarashiga zid bo'lganlik uchun to'g'ri bo'lmaydi. Demak, islom tuzumi bo'yicha mablag' solib tijorat qilish bilan xatarga tavakkul qilish o'rtasida zich bog'lanish bor. Bu yerdagi xatar ofat yoki o'g'ri elishdan boshqa baho tushib ketish yoki pul paxollash sababidan ziyonning mayli hammasi yoki bir qismini tortishdan iborat. Bu zich bog'lanish amaliyotda islom ko'rsatmasi bo'yicha xatarga tavakkul qilib mablag' solishni qarz egasiga o'sim berib ziyonsiz kirimga kafolatlik qiladigan jazoni tuzumidan ayirib turadigan negizlik alohidalikka berib taqiladi. Islom tuzumidagi bu prinsipni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning foyda ziyon tortishga bog'liq degan hadisi bekitgan bo'lib, bu hadisning ko'rsatmasi bo'yicha topgan foydaga ega bo'lish ziyondan kelib chiqadigan mas'uliyatni ustiga elishga bog'liq bo'ladi. Bu hadisning mazmunida barliq olimlar ittifoq bo'lg'achqa, pul kuch sherikchiligidami mazkur hadisning mazmuni tatbiqlangan. Demak, olimlarning kuch egasi ziyonga ega bo'lmaydi degan ijmosimi shu hadisga va shu hadisning mazmunidagi ijmodan kelgan. Bu mazmunni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ziyoniga mas'ul bo'lmagan narsaning foydasini elish halol bo'lmaydi degan yana bir hadisini ta'kidlagan. Olimlar mazkur hadislarning ro'yiga asosan foyda elish, ziyon tortish mas'uliyatiga qarashliq degan fiqhiy qoidani turg'izgan va muomalaga aloqador turli ahkamlarda bu qoidani tatbiqlagan. Buningga asosan olgan foydaga halol yoki harom deb hukm qilish kelib chiqqan. Olimlarning kuch egasini omonat tutquchi, pul kuch egasining qo'lida omonat deb muayyanlashtirishmi kuch egasining tijoratdagi odatdagi ziyoni to'lamaydiganligini ta'kidlaydi. Uning ustiga barliq sherikchilik muomalalarida ziyon sarmoyaga bo'ladi. Pul kuch sherikchiligida kuch egasi pul chiqarmagan tursa, u qandoqsiga pulning ziyonini tortadi? Xulosa shuki, kuch egasi to'xtamlashganda aniq yoki yepiq ifoda bilan tijoratda odatda ko'riladigan ziyonni o'z ustiga olsa, bu ish jazoniga aylanadi.
Chunki bu ahvolda pul egasi hadis ko'rsatmasiga zid holda ziyniga mas'ul bo'lmagan foydani olgan bo'ladi. Pul kuch kelishimida kuch egasining qonuniy salohiyati. Pul kuch kelishimida kuch egasi pul egasining pulini o'z ixtiyori bo'yicha topshirib olganlik uchun bu pul uning qo'lida omonat pul hisobida bo'ladi. Demak, u omonat olg'uchi sifatiga ega bo'ladi. Kuch egasi bu pulga normal bahoda bir narsa sotib olsa yoki sotib olgan tovarni normal bahoda sotsa, pul egasiga vakolatan sotib olgan va sotgan bo'ladi. Demak, kuch egasi ilm setimda pul egasining vakili hisoblanadi. Normal bahodan favqulodda darajada yuqori bahoda sotib olsa yoki normal bahodan favqulodda arzon sotib olsa, bu yerdagi ziyonni kuch chiqarg'uvchi ko'taradi. Bundaq savdoga pul egasi ma'qul kelgandala, andin buning foyda ziyni pul kuch sherichiligining sarmoyasiga bo'ladi. Lekin ba'zida favqulodda ziyon bilan molni sotib o'tmasa, texmi ig'irroq ziyon chiqib qoladigan ahvollarmi bo'ladi. Shunga bundaq ahvolda molni arzon bahoda sotib olsa mayli bo'lishi kerak. Bu tijoratdan foyda chiqsa, kuch chiqarg'uvchi kelishimda putishgani bo'yicha foydada pul egasiga sherik bo'ladi. Ma'lum sabablar tufaylidan pul kuch kelishimi bu kelishimda bo'lishga tegishli shartlarga uyg'un bo'lmay qolsa, pul kuch kelishimi kiro elish kelishimiga aylanib ketadi-da, kuch egasi pul egasiga ishlab berguchi hisobida bo'ladi. Bundaq ahvolda u foydaga sherik bo'lolmay, faqatla qilgan ishiga loyiq ish haqqi oladi. Shunga olimlar pul kuch kelishimi buzilib ketsa, kuch egasi ishlamchi bo'ladi degan bir qoidani turg'izgan. Pul kuch sherichiligi ma'lum bir tarafdan buzilib ketgan ahvolda kuch egasi ishlamchi sifatida ish haqqi oladi. Lekin pul kuch sherichiligidan foyda chiqmagan taqdirda ish haqqi olamdi. Ba'zi olimlar pul kuch kelishimidan foyda chiqsin yoki chiqmasin, kelishim buzilib ketsa, kuch egasi o'xshash turdagi xizmatchilarning ish haqqini oladi degan. Lekin bu qarashda pul egasiga sal eg'irchilik selish bor. Chunki foyda chiqmasligi kuch egasining tirishchanlik ko'rsatmasligi sababidan bo'lishi mumkin. Shunga bu yerda eng uyg'un qarash Imom Abu Yusufning qarshi bo'lib, uningcha pul kuch sherichiligi ma'lum shartlari to'liq bo'lmaganlik jihatdan buzilib ketgan ahvolda pul kuch sherichiligi tijoratidan foyda chiqqan bo'lsa, kuch egasi o'z dimatdagi kishilar oladigan ish haqqini oladi. Foyda chiqmagan bo'lsa, ish haqqi olmaydi. Foyda chiqqan ahvolda kuch egasi oladigan foyda pul kuch kelishimida kelishgan foydadan eshib ketmagan bo'lishi kerak. Kuch egasi mal sotib olganda pul egasining qo'ygan shartlariga rioya qilmagan holda sotib olmasligi kerak. Navoda shundaq tovarlarni sotib olsa yoki tijorat qilmaslikqa shartlashgan o'rinda tijorat qilsa, u boshqa birisining pulini tortib olgan kishi hisobida bo'ladi-da, kelib chiqqan ziyonni yolg'iz o'zila to'laydi. Qo'lidagi pul yoki mal uning sahvarliksiz yo'qab yoki buzilib ketsa, kuch egasi bu ziyondan hech birini to'lamaydi. Chunki u pul egasining omonatini saqlag'uvchi hisobida bo'lg'achqa, omonat saqlag'uvchining sahvarligi bo'lmagan ziyonda omonatni to'lamaydi. Bir narsa zoya bo'lsa, yo'qab ketsa yoki tijoratdan ziyon chiqsa, kuch egasining so'zi hisob bo'ladi. Pul egasi uning so'ziga ishonmasa, kuch egasi so'zining rostligiga bir qatam qasam qilib bersa kifoya bo'ladi. Kuch egasi tijorat qilayotgan joyning tijoratchilari amal qilib kelayotgan usul bo'yicha tijorat qilsa bo'ladi. Masalan, molni naq va nisi setish, azroq tuvan bahoda setish, boshqalarga sotib qo'yishga berish, omonat qo'yish, odam ishlatish, do'kon, mashina va ambar kiraga elish va kiraga berish, raniga qo'yish va raniga elish, boshqalarni ilm setimda vakil qilish, havola qabul qilish, pulni elib safarga chiqish qatorliq ishlarni qilsa durust bo'ladi. Chunki bundaq ishlar tijoratning ehtiyojlaridandir. Tijorat qilishda ziyon chiqayotgan yoki tijoratchilar odatda qilmaydigan ishni qilsa bo'lmaydi. Ziyon chiqish ehtimolligi bo'lmagan ishlarda shu yurtdagi tijoratchilarning odati bo'yicha ish qilsa bo'ladi. Odatda nisi setish yurgizilayotgan bo'lsa yoki pul egasi naq bo'lsin yoki nisi bo'lsin muomala qilaversang bo'ladi deb ruxsat qilgan bo'lsa, nisi sotsa bo'ladi. Pul chiqarg'uvchi nisi mal sotmaysan, faqatla naq muomala qilasan deb shart qilgan bo'lsa, kuch chiqarg'uvchi nisi sotsa bo'lmaydi. Ayrim ruxsatmi qilmagan bo'lib, tijoratchilar odatimi har xil bo'lsa, kuchli qarashga asosan nisi sotib muomala qilsa bo'ladi. Chunki tijorat degan naq ham nisi bo'ladi. Ba'zida nisi sotmasa foyda olg'ilimi bo'lmaydi. Ammo nisi muomala qilishga pul egasi ruxsat qilmagan ahvolda kuch egasi kelishimning shartiga rioya qilmay nisi muomala qilsa, bu chaqda buningdan kelib chiqadigan barliq ziyonni to'laydi. Pul egasining ruxsatisiz pulni boshqalarga pul kuch kelishimi tijorat uchun bersa bo'lmaydi. Ham bu pulni o'zining puliga aralashtirsa bo'lmaydi.
Faqatla tijoratchilarning odatida pul kuch chirchiliginin pulini o'zinikiga qo'shib tijorat qilish bo'lsa, pul egasining ruxsatisiz aralashtirsa bo'lmaydi. Pul egasining ruxsatisiz boshqalardan qarz olsa bo'lmaydi. Uning ruxsatisiz qarz olgan bo'lsa, bu qarz kuch egasining zimmasida bo'ladi. Pul egasi bu qarzni e'tirof qilmaydi. Shundaqla pul kuch kelishimidagi pulni boshqalarga qarz berib tursimi bo'lmaydi. Hatto pul kuch kelishimidagi pulni savobli ish uchun pul egasining ruxsatisiz boshqalarga berib bo'lmaydi. Tijoratdan ziyon chiqsa, bu ziyonni pul egasi yolg'iz ustiga oladi. Navoda oldingi qatimqi tijoratlardan foyda chiqqan bo'lsa va bu foydani bo'lishib hisobni butunlay bo'g'vatmagan bo'lsa, ziyon burunqi foydadan chiqarib etiladi. Ziyon chiqsa, hamma ziyonni kuch egasi ko'tardi deb kelishim qilsa to'g'ri bo'lamdi. Islom fiqh akademiyasi bu vaqtdagi qarorida mundaq deb muayyanlashtirgan. Pul kuch kelishimi kuch egasining dasmoyini to'laydiganligini yoki ma'lum bir miqdordagi foydani yenidan berishni o'z ichiga olsa joiz bo'lmaydi. Navoda kelishim shundoq shartni aniq holda yoki mazmun jihatdan o'z ichiga olgan bo'lsa, dasmoyini kuch egasiga to'laydi degan shart bekor qilinadi-da, kuch egasi odatda shundoq pul kuch sherichiligi kelishimlardan olg'ili bo'ladigan foydaga haqli bo'ladi. Islom fiqh akademiyasining bu qarori burunqi bir bo'lik olimlarning ko'z qarashiga yaqin keladi. Ularning qarashida bundoq shart e'tirof qilinmaydi. Natijada pul kuch kelishimi to'g'ri usul bo'yicha mengayverdi. Chiqqan foyda kelishim bo'yicha bartaraf qilindi. Ziyon chiqsa pul egasi ustiga oladi. Yana bir bo'lik olimlar bu ahvolda pul kuch sherichiligi kelishimi buziladi. Chunki buningda pul kuch kelishimiga zid keladigan shart bor degan. Ammo kelishimda bundaq bir shart bayon qilinmagan bo'lsa, keyincha pul kuch sherichiligi kelishimining natijasini bo'g'ib hisob qilganda kelib chiqqan ziyonni kuch egasi bu ziyonning bir qismini yoki hammasini men to'lab o'tay deb fidokorlik qilsa, bu joiz bo'ladi. Chunki bu shart kelishim tuzilganda yoziq yoki eg'iz orqali bayon qilinmagan. Pul kuch kelishimidan chiqadigan ziyonni uchinchi bir shaxs o'z ustiga olsa bo'ladi. Islom fiqh akademiyasi uchinchi bir shaxsning dasmoyiga badalsiz kafolatlik qilishni joiz degan. 4-qatimliq yig'inining 5-qarorida mundaq bayon qilingan. Pul kuch sherichiligi kelishimi hujjatida kelishim qilishgan ikki tarafdan boshqa bir shaxsning pul kuch kelishimidan kelib chiqadigan ziyonni to'lab berishni badalsiz holda o'z ustiga elishi shar'atda cheklanmaydi. Lekin pul kuch sherichiligining bundan keyingi davomlashishi va bartaraf qilinishi uning bu kafolatiga qarashli bo'lib qolmasligi kerak. Ya'ni kepil bo'lg'ichi keyincha bu va'dasida turmasa, ikki tarafdan biri biz mushu kafolatga asoslanib bu kelishimni tuzgan, bo'lmasa tuzmay to'q, bu pul kuch kelishimi inovatsiz deb o'zining berishga tegishligini bermay turib olsa bo'lmaydi. Pul kuch sherichiligi to'g'ri oyoqlashgandan keyin ikki tarafning haqqi qandoq bo'ladi? Pul kuch sherichiligi to'g'ri shaklda davomlashib oyoqlashgandan keyin uningdan foyda chiqqan bo'lsa, pul egasi foydadan kelishimda belgilangan nisbasini oladi. Foyda chiqmagan bo'lsa, dasmoyini oladi. Ziyon chiqqan bo'lsa, dasmoyidan qolib qolgan mablag'ni oladi. Uning kuch egasidan boshqa bir haq talab qilish haqqi bo'lmaydi. Kuch egasi pul kuch sherichiligidan foyda chiqqan bo'lsa, foydadan kelishimda belgilangan nisbasini oladi. Foyda chiqmagan bo'lsa, hech narsa olmaydi. Chunki u o'zining foydasi uchun ishlagan bo'lib, ish haqqi olishga loyiq emasdir. Foydani taqsim qilishdan ilgari dasmoya pul egasiga to'liq topshirilishi kerak. Dasmoyini pul egasiga qaytarmasdan foyda taqsim qilinsa to'g'ri bo'lmaydi. Chunki ba'zi ahvolda foydani taqsim qilib, bo'lish bo'lgandan keyin dasmoyini topshirib bermagan bo'lsa, dasmoyi ma'lum bir sababdan yo'q bo'lib, ishlatilib yetib qolsa, pul egasi foydadan topshirib olgan pulning bir qismi dasmoyidan bo'lib hisoblanadi. Kuch egasining foyda o'rnida deb olgani dasmoyidan olgan qarz pul hisobida bo'ladi. Demak, to'g'ri usul bo'yicha ish qilish nurg'un jidal majra va bosh og'riqlarining oldini oladi. Pul kuch kelishimida ziyonning hammani pul egasi ko'tarishi adolatsizlikmi? Pul kuch sherichiligidagi kelishimda chiqqan ziyonni pul egasi o'z ustiga oladi. Bu deganlik kuch egasi hech qanday ziyon tortmaydi deganlik bo'lmaydi. Chunki ziyon chiqqan yoki hech foyda chiqmagan taqdirda kuch egasi kuchini, vaqtini va oqqozgan ta'rini ziyon tortgan bo'ladi. Sarf qilgan vaqt bilan oqqozgan ta'ri hargiz qimmatsiz bir narsa emas. Pul egasining ziyon tortgan puli cheklik bo'ladi. Ba'zida pul egasining tortgan ziyoni kuch egasining ziyonidan ozroq bo'ladi. Masalan, kuch egasi 60% foydani oladi deb kelishgan ahvolda pul egasi kuch egasining chiqargan kuchini o'zi chiqargan puldan ko'proq qimmatga ega deb qaramagan bo'lsa, u bundaq taqsimotga rozi bo'lmagan bo'ladi.
Biz har qandaq bir kelishim asosida tijorat qilganda cho'qim shariatning ko'rsatmalarini yetakchi qilishimiz, shariat belgilamasiga amal qilishimiz kerak. Tijoratchilar shundoq odatlangan deb shariatga xilof ish qilsak bo'lmaydi. Islom iqtisodiy tadqiqot markazidagi shamliq tadqiqotchi doktor Rafiq Yunus al-Misri mundaq deydi. Ba'zilar pul ko'ch sherikchiligi tijorati foyda chiqqan ahvolda adil, ammo foyda chiqmagan yoki ziyon bo'lgan ahvolda adil emas bo'lgan sherikchilik tuzumi ekan deyishidi. Biz buningga mundaq bir misol olaylik. Dasmoya 1 million dollar, foyda 100 ming dollar. Foyda tang yarmidan taqsimlanadi. Bundaq kelishim bizga shuni ko'rsatadiki, bu kelishimdagi kuch dasmoyaga barobar keladigan qimmatga ega. Ya'ni kuchning foyda tepishdagi roli dasmoya bilan barobardir. Bu deganlik kuch har jihatdan pulning o'rnida turdi deganlik bo'lmaydi. Balki har birining o'z oldiga hukmlar bor. Bu kelishimda har bir taraf 50 ming dollardan foyda olsa, yuqorida e'tiroz bildiruvchilarning nazarida bu hech qanday masala hisoblanmaydi. Chunki ular bundaq foyda chiqqan ahvolda pul ko'ch sherikchiligi kelishimi adil bo'ldi deb qaraydi. Biroq foyda chiqmagan yoki ziyon chiqqan ahvolda kuch egasi bu ziyonni tortishga sherik bo'lmasa, ular adolatsizlik bo'ldi deb qaraydi. Amaliyotda ular pulning zoya bo'lib ketganligiga qarab, kuchning zoya bo'lib ketganligini e'tirof qilmagan. Shundaqla pul bilan kuchning har birida qanchalik ziyon bo'lganligiga qaramagan. Amaliyotda foyda chiqmagan ahvolda pul egasiga dasmoya solgan puli qaytadi. Kuch egasiga bo'lsa dasmoya solgan kuchi, oqqozgan tari va vaqti qaytmaydi. Buning ma'nosi shuki, kuch egasi kuchidan ziyon tortdi, pul egasi foydasidan. Buni boshqacha qilib aytsak, pul egasi pulidan hech ziyon tortmadi. Kuch egasi bo'lsa barliq kuchini ziyon tortdi deganlik bo'ladi. Ziyon chiqqan ahvolda-chi? Masalan, ziyonni 100 ming dollar deydi. Bundaq ahvolda pul egasiga 900 ming dollar qaytadi. Kuch egasiga bo'lsa hech narsa qaytmaydi. Buning ma'nosi shuki, kuch egasi barliq kuchidan ziyon tortgan bo'ladi. Biroq pul egasi bo'lsa faqat pulining bir qismidan ziyon tortgan bo'ladi. Bu yerda shunga diqqat qilish kerakki, pul egasining bu ahvolda tortgan ziyoni o'zi chiqargan pul miqdori bilan cheklanadi. Ziyon dasmoyasidan eshib ketsa, oshgan dasmoyani kuch egasi o'z yenidan to'laydi. Bundaq ahvollar kuch egasi pul egasining ruxsatsiz boshqalardan qarz olganda yuz beradi. Ziyon pul egasiga bo'ladi. Ba'zida bu tortgan ziyon dasmoyadan ozroq bo'ladi. Ba'zida dasmoyaning hammasi bo'ladi. Buning aksicha pul kuch sherikchiligi tijoratidan foyda chiqmagan ahvolda kuch egasi chiqargan butun kuchini ziyon tortgan bo'ladi. Uning ziyoni kuchidan iborat bo'ladi. Mayli azroq yoki ko'proq ziyon bo'lsin, yanada kuchidan boshqa ortiq ziyon tortmaydi. Demak, uning ziyoni foyda bo'lmagan ahvoldan tortib, qanchalik ziyon bo'lgan qadar o'zgarmay bir xil turadi. Chunki pul kuch sherikchiligi kelishimi foyda bo'lib qolar degan faraz ustiga qurilgan. Foyda chiqmay qolsa yoki azdur ko'pdir ziyon chiqsa, kuch egasining ziyoni mushu miqdordan o'zgarmaydi. Ammo pul egasining bo'lsa dal buning aksicha. Barliq dasmoya ziyon bo'lgan ahvolda pul egasi barliq pulini ziyon tortgan bo'ladi. Kuch egasimi barliq kuchini ziyon tortgan bo'ladi. E'tiroz bildiruvchilar mundaq deydi. Kuch egasi 99% foydani, pul egasi 1% foydani oladigan bo'lib kelishim qilgan bo'lsa, kelib chiqadigan ziyonning hammasini 1% foyda oladigan pul egasi tortishi, 99% foyda oladigan kishi faqat ziyon tortmaslikqa aqlga muvofiqmi? Amaliyotda bundaq deydiganlar foydaning taqsimot nisbatining nimaga dalolat qiladiganligiga diqqat qilmagan. Chunki foydaning mushundaq nisbatda taqsim qilinishi kuch egasining chiqargan kuchining pul egasining pulidan 99 hassa yuqori qimmatga ega ekanligini bildirdi. Masalan, biz kuch egasi chiqargan kuchni 99 dollarga barobar deb qarasak, pul 1 dollar bo'lsa, ziyon bo'lgan ahvolda kuch egasi kuchni ziyon tortadi. Pul egasi 1 dollardan ortiq ziyon tortmaydi. Undaq bo'lsa, buningda zulm bo'lamdi. Balki bundaq ahvolda ularning deganining aksicha kuch egasiga zulm qilindi deyilishi mumkin. Lekin obdan mulohaza qiladigan bo'lsak, bu pul kuch kelishimining ikki tarafning o'rtasida adil bir kelishim bo'lganligi aniqlanadi. Chunki ziyon degan har ikki tarafga nisbatan oladigan foydaga qarab bo'ladi. Pulining ovishi pul egasiga nisbatan foyda hisoblanadi. Kemayib ketishi ziyon hisoblanadi. Mana bu foyda ziyoniga qarab bo'ladi degan qoidaga uyg'undir. Chunki pul egasi oladigan foyda kelishimida uninga belgilangan ulushdan iboratdir. Bu uning ziyon bo'lgan ahvolda o'z ustiga olgan ziyoniga qarata bo'ladi. Kuch egasi oladigan foydami kelishimda uninga belgilangan ulushdan iboratdir.
Umi ziyon bo'lgan taqdirda ziyonni o'zi chiqargan kuchiga qarata tortadi. Ammo uning ziyni pulda bo'lmaydi. Chunki u bu sherikchilikka hech qanday pul qatmagan. Xulosa shuki, pul kuch sherikchiligi foyda olgan ahvoldami, ziyon tortgan ahvoldami adil hisoblanadigan sherikchilikdir. Lekin bu yerda foydani o'z loyiqida to'g'ri taqsim qilishga kelishish uchun kuch egasining kuchini to'g'ri baholashga diqqat qilish kerak. Shundaqla foydaning taqsimot nisbatining kuch egasi chiqargan kuchning qimmatini to'g'ri belgilaydiganligiga diqqat qilish kerak. Imom Sarxasi mundaq degan: kelishim tuzganda manfaat ma'lum qimmat bilan baholandi. Demak, u ikki tarafning har birining qo'shgan narsasi o'zi elishni shart qilgan foyda bilan baholandi. Pul kuch kelishimida ikki taraf oladigan foyda nisbati qarisiga belgilanmaydi, balki kuch chiqarg'uvchining bozorda ishlab ola oladigan muqim ish haqqiga barobar keladigan miqdorga yaqin holda mo'ljallanib belgilandi. Buningga ma'lum miqdorda tavakkulchilik qilish badali qatiladi. Chunki uning oladigan foydasi xatarga tavakkulchilik qiladigan ehtimolligi bor foydadir. Uning pul kuch kelishimidan ziyon tortishi yoki faqat foyda ololmaslik ehtimolimi bor. Demak, uning ish haqqi muqim belgilangan kafolatlik ish haqqi emas. Pul kuch kelishimimi odatda ham nazariya ham amaliyot jihatdan aytganda kuch egasi o'zi qabul qila oladigan ma'lum darajada ehtimolligi bo'lgan muvofiq foydani ko'zlagandala andan putidi. Albatta, bu foyda uning bozorda oladigan muqim ish haqqiga qaraganda xatarga tavakkul qilganiga loyiq darajada ortiq bo'lishi kerak. Bo'lmasa, u albatta bozorda ishlab xatari yo'q muqim foydani olishni tanlagan bo'ladi. Davomi bor. Sajiya Islom tadqiqot markazi.